Speaking o'zbek tilida ikkinchi qism. Bugungi ishtirokchimiz Timur. Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtimda muzg'ib olishga harakat qilaman, chunki bu menga kunimni samarali o'tkazishga yordam beradi va kuch-quvvat beradi. Bo'sh vaqtingizni bitta o'zingiz o'tkazishni yoqtirasizmi yoki do'stlaringiz bilan? Bo'sh vaqtimni o'rtoqlarim bilan o'tkazishni afzal ko'raman, chunki bu menga kunimni mazmunli o'tishga yordam beradi va muammolarimdan xalos etadi. Sizning mamlakatingizda eng ommabop mashg'ulot qaysi? Bizning shahrimizda futbol rivojlanganligi sababli ko'p yoshlar futbol o'ynashni afzal ko'rishadi. Bu nafaqat ularning kayfiyatini ko'taradi, balki sog'lig'i uchun ham foydali. Agar siz ham IELTS speakingda xuddi shunaqa gapirayotgan bo'lsangiz, sizning darajangiz 6,5-7 orasida. Yuqori natija olish uchun eng muhimi bu ravon gapirish va albatta grammatik xatolarsiz. IELTSda muammo tilda emas, balki fikrda. Agar siz o'z ona tilingizda javob berishga qiynalgan bo'lsangiz, ingliz tilida bu 2 barobar qiyinlashadi. Shuning uchun har bir savolga o'z javobingizni izohlarda yozib qoldiring.